Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaqinda kim yagona qabul portali orqali 5 ta universitetga hujjat topshirgan bo'lsa, ariza holatini tekshirishni o'rgatamiz. Buning uchun mana bu saytga kiriladi. Bu yagona qabul portalida hujjat topshirilgan saytdan boshqa sayt. Bu saytni havolasini, silkasini mana shu videoni ostida agar kanalga tashlansa, kommentariya qismida qoldiramiz. Bu saytga kirganinglardan keyin tasjilu duxul qilamiz. Buning uchun menyu qismini bosamiz va duxulul mustafidin degani bor, o'shani bosamiz. Va ikkita kiriladigan joy bor. Tasjilu duxul birinchisi va tasjilu duxul ikkinchisi. Biz ikkinchisiga kiramiz. Bu yerda xuddi o'sha yagona qabul portaliga kirishinglarda qaysi login parol kiritilsa, mana shu yerga ham o'sha login parolni kiritamiz. Mana kirishni bosdik va ekranda mana shu oyna hosil bo'ladi va biz menyuni bosamiz va bu yerda ikkinchisi bor. Mutabiatut talabat degani bor. Ya'ni arizalarda kuzatish degani. Shunga bossak, pastda sizlarni topshirgan universitetlar va umumiy arizani holati turadi. Mana shu yerda bu yerda universitetni nomlari berilmagan, lekin sizlar 5 ta universitet tanlagansizlar. Mana UAP deb boshlanganlar universitetlar. Mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta. UAP dan 5 ta turibdi va SCH turgani bor. Bundan bitta turibdi. Bu ariza, umumiy ariza holati va tepadagisi 5 ta universitet. Mana bu yerda birinchi universitet Amaliyatul muvaffaqatul jamiya degan joyda maqbul turibdi. Demak, bitta universitet bu ushbu talabimizni arizalarni qabul qilgan. Ikkinchi holati mulg'oda turibdi, uchinchisi ham mulg'o, to'rtinchisi ham, beshinchisi ham mulg'o. Ya'ni qolgan 4 ta universitet bu talabani, arizalarni atmen qilgan, bekor qilgan va bitta universitet qabul qilgan, mana birinchisi. Va umumiy arizani holati eng pastda yozib qo'yibdi. Murojaatu mushrifil min fil vizora. Ya'ni bu birodarimizning arizasi universitet qabul qilganidan keyin ta'lim vazirligiga o'tkaziladi. Ta'lim vazirligida ko'rib chiqilyapti. Inshaalloh tez yaqin orada bu birodarimizga pochta orqali xabar kelishi mumkin. Endi bu qaysi universitet bo'lishligi mumkin? Buni aniqlashning imkoni yo'q, lekin mana shu yerda e'tibor qilsanglar, raqam yozilgan universitetlarni o'sha UAP yozilganda eng oxirida 135, 136, 137, 138, 139 holatda turibdi. Demak, bu sizlar tanlagan universitetlarni tartibi bilan bo'lishlik ehtimoli katta.